Garajimizda bilasizlar Infiniti FX bor. Yana bitta mashina kelgan. Nissan Venucci. Bu mashinamiz o'sha oxirgi marta surxondaryolik akamiz olgandan beri hali sotilmagan. Hali ham bizda turibdi. Narxi 14200. Bunimiz aholisi shu 18,5 atrofida chiqadi. O'zingizlar nima deysizlar kommentariyada? Arzon yoki qimmatmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bizga like, podpiska bosishingizdan chiqmasa, nomerimizni pastga yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, hop bu mashinamizda ko'pchilik negativ olgan уже, ko'pchilik ko'p blogerlar reklama qilgan do'stlar. Do'stlar, men sizlarga men hech qachon aldamaganman. Motor hadoyi chotki. Aniq kuzovida ham hech qanaqa ish yo'q, xudo xolasa. Bitta bunaqa tuning qilingan bunaqa mashinamiz bitta. Men sizlarga aniq aytaman, motorida hech qanaqa ish yo'q. Men o'zi aldamaydigan odamman. Xo'p, bir oydan beri haydadim. Agar motorida ish chiqqanda aniq chiqib bo'lgan bo'lardi. Salkam 2000 kilometrcha yurdim bir oyda. Xo'p, bu mashinamizda menda to'liqroq ma'lumot yo'q. Lekin xudo xolasa to'liqroq obzor qilamiz buni ham. Motori soat bo'lib ishlayapti akalar, motori. Nadojniy motor. Men o'zim ham ustalarga ko'rsatib qo'yganman buni motorini. Mashinaga turuvga like bosib qo'yasizlar, havas qilganlar, kommentariyada yaxshi so'zli yozib qoldiringlar, charchadan ko'rsa negativ yozilganinglardan. Xo'p, Venucci'ni xudo xolasa to'liqroq obzorni qilamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib qo'yasizlar bemalol.